299 ming so'mga shurupyorti zo'r kelgan. Bitta ko'ramizmi? Qaranglar. Shurupyortga bitta e'tibor beramiz. O'zini ichida mana bunaqa sumkasi bilan chiqadi, qaranglar. Kitobchasi, zaryad устройствоsi, усиленный batareya, 2 amperli batareya, 18 volt. Shurupyortni o'zi. Mebel chokalarga nima foydasi bor deb o'ylaysizlar, buni bitta olasizlar, ixcham bo'ladi. Bemalol burchaklarda ishlatsanglar bo'ladi. 5 o'tishni suvda ishlaydimi yo'qmi ko'ramiz. Birinchi marta ushlab ko'ribman mana, qaranglar. Ko'rishinglar mumkin, suvda ham bemalol ishlab beryapti. 299 ming so'm narxi. Ikkita batareya, zaryadni устройство, sumka, perchetka ham chiqadi ichidan. Endi qolganlar bilan tanishtiraman, qaranglar. Bunaqa variantimiz ham kelgan. Buning narxi 390 ming so'm, 20 voltli shurupyortimiz. Mana, bu ham syomli patrolli. Batareyalar, ovozini qaranglar. Indikatorlari ham bor o'zi. Bunda ham patron yechiladi. Narxi 390 ming so'm buni ham. O'sha chegirmaga tushgan narxida qoldi bu. Bular oldingi modelllarimiz do'kondan sotuvda bo'lgan, faqat bularning korpusini o'zgartirganmiz. 13 patrolli 4 amperli batareya qo'yib kelganmiz, qaranglar. Buni ham ichida sumkasi bor, perchetkasi bor. Batareya 4 amperli, qaranglar. 21 volt. 13 patrolli shurupyortimiz. Og'irroq ishlarga bemalol ishlasanglar bo'ladi. 7 yil 10 samarasini qotirib beradi. Monotok rejimi ham bor. Mana. Ovozini qaranglar, zo'rligini. Komplektda bistro zaryadkasi ham chiqadi. Narxi qancha deb o'ylaysizlar? Narxi 40 dollar. Shu ko'rib turgan narsalarni. Ikkita batareya, zaryadni устройство, perchetka, sumka. Narxi 40 dollar. Kim kerak bo'lsa, pastli nomerlarga murojaat qilasiz. 13 patrolini 21 voltligi ham bor. Mana. 35 dollarga bunaqasini olishingiz mumkin. Mana. Bitta ochamiz, qaranglar. Bunda ham xuddi shunaqa. Sumka, perchetka, ikkita batareya, faqat bu 13 patronni 21 voltligi. Bu 21 volt 4 amperlik, u 2 amperlik. Kim kerak bo'lsa, pastli nomerlarga murojaat qilasiz.